Keling, hozir suhbatimizni shu tarvuzni foydali taraflari haqida, mabodo ko'proq iste'mol qilsak, ziyon tarafi bormi? Shu haqida suhbatlashamiz. Tarvuz juda ham yaxshi, chunki tarkibi 90% dan ortiq suvdan iborat bo'lganligi uchun tanamizni yaxshi tozalashda, keraksiz suvlarimizni chiqarib olishda yordam beradi. Vitamin C manbai hisoblanadi. Undan tashqari likopen moddasiga boy bo'lganligi uchun bizning yurak, qon tomirlarimizni har xil kasalliklardan himoya qilishda zo'r yordam beradi. Yaxshi, lekin buni ham avvalambor me'yori bor. Har bir inson bir kunda, sog'lom inson bir kunda 200, uzog'i bilan 300 grammgacha tarvuz iste'mol qilsa bo'ladi. Nima uchun men sog'lom inson dedim? Chunki ozmoqchi bo'lganlar uchun, insulin rezistentligi borlar uchun, diabeti borlar uchun tarvuz cheklanishi kerak. Rostdan. Ha, ularga mumkin emas. Demak, diabeti bor insonlar tarvuz ko'p yeyish kerak emas. Chunki shirin. Xuddi shunaqa. To'g'ri, ko'pchilik aytadi, bu juda ham suyuq-ku, suvga boy-ku, kaloriyasi ham kam-ku deydi-da. Men aytaman, to'g'ri, suv kaloriyasi kam, lekin buni glikemik indeks yuqori hisoblanadi. Glikemik indeks yuqori mahsulotlar qonimizda qandni tezda ko'taradi va natijada o'sha insulin rezistentlik, prediabet yoki diabet bo'lgan insonlarga imkon boricha cheklashni tavsiya qilaman.